Aka shu turish go'shingiz yog'liroq ko'rinyapti-da. Bo'lmaydi Yo'q, bunaqa buni go'sht. yog'li ko'rinishi o'zi yog'li emas. U yaxlaganda oqarib shunaqa sizni ko'zingiz ko'rinadi. Hozir menchi osongina sizga kesib, buni ichini yog'lilik darajasini aniq tiniq qilib ko'rsatib beraman. Bu qismi sarpanja qismi hisoblanadi. Ya'ni qiymaga ishlatilgan go'shtimiz. Yog'lilik darajasi o'rta hisobda 10% dan 15% gacha bo'ladi. Mana ichki ko'rinishi. Buni biz qiyma go'shtiga ishlatamiz. Demak, O'ta chiroyli chiqadi. ustidan shunaqa yog'li ko'rinar ekan-da, aka. Yaxlaganning hisobiga go'sht oqroq rangga beradi-da, odamni ko'zini aldaydi. Aslida bu erigandan keyin xuddi o'zimizning go'shtga o'xshab qip-qizil chiroyli darajaga qaytadi. Bu xuddi shunaqa sarpanja qismi qiymaga ishlatiladi. Buni lekin to'g'risini aytaman, biz mana shunaqa yaxlagan holatida ish jarayonini olib boramiz. Ya'ni bu yaxlatilgandan keyin mana shu holatida maydalanadi, drabilkadan o'tadi, мясорубkadan shu holatida ishlab chiqarish boshlanadi qiymani. Go'shtini yaproq qismini biz eritamiz. O'rtacha 24 soatdan 30 soatgacha bo'lgan vaqt davomida son qismini eritib, keyin uni jilovka qilinadi. Undan keyin yaproq apparatida chiqarilib, uni uje marinovat qilish etaplariga o'tib ketiladi. Keyin oxirida teriladi. Oxirida danar qismi qilib terib chiqiladi.